1221-yil Sind daryosi Mo'g'ul bosqini Xorazm davlatini olov ichida qoldirdi. Sulton Jaloliddinning so'nggi qo'shini quruqlik va daryo orasida dushman qurshovida edi. Orqada Chingizxonning son sanoqsiz qo'shini, oldinda 20 chaqirim balandlikdagi jahannam jarligi va shiddatli Sind daryosi. Asrlik o'limdan-da battar sharmandalik edi. Sulton so'nggi qarorga keldi. U orqaga emas, faqat oldinga, tubsizlikka qaradi. U o'limga tik boqib, o'z otiga qanot bo'l deya hayqirdi. Shiddatli daryo uni yuta olmadi. U tirik qoldi. Suvdan chiqib, u qirg'oqdagi dushmanga nafrat bilan qaradi. Bu manzarani ko'rgan Chingizxon o'z sarkardalariga o'girilib tarixiy so'zlarni aytdi. Otaning o'g'li mana shunday bo'lishi kerak. Bunday sherni yengib bo'lmaydi. Jaloliddin Manguberdi mag'lub bo'lgan, ammo yengilmagan.